Ko'pchilik hamkasblarimiz uchun foydali bo'lgan ma'lumot aytib o'tmoqchiman. Trick, Onyx, Monza o'shlarda перекидка balansirovka qilganda endi boshqa datchikli mashinalarda ham bo'ladi. Именно bo'ladi. Mana bu gitar orqali qilinadi. Boshqa Malibu, Equinox boshqa mashinalarda ruldagi knopkalar orqali. Shuning uchun mashinani yoqamiz. Balon menusini olib chiqib olgandan keyin mana bu yerda OK tugmasi bor. O'sha bosib turiladi. Da net deb chiqadi. O'shanda biz da'sini tanlaymiz. Amazing. Ana undan keyin shofyor taraf oldidagi balon birinchi balon hisoblanadi. Passajir taraf oldidagi ikkinchi balon hisoblanadi. Passajir taraf orqa uchinchi balon hisoblanadi. Va shofyor taraf orqadagi 4-balon hisoblanadi. Boshqalarga o'xshab turib, misol uchun datchiklarni joyida qoldirish uchun balonlarni yechib, diskalardan almashtirib, ko'p vaqt sarflab, pul sarflab kutib o'tirish shart emas.